Assalomu alaykum. Ana bugun biz Surxondaryo viloyatidagi bolalar musiqa san'at maktabining direktorlarining bir guruhi Qashqadaryo viloyatidagi 10-bolalar musiqa san'at maktabi Kitob tumanidagi maktabda tashrif buyurib biz o'zaro tajriba almashish maqsadida kelgan edik. Bizlarda maktab avvalo biz kelganmiz bu maktabga. Mana bugun yana ham katta ta'sirot qoldirdi. Qahramonjon Mo'minov boshchiligidagi jamoa juda bir hamjihat, yangi g'oyalar ishlab chiqaradigan maktab. Avvalo ko'rib ketganman, bugun yana ham amin bo'ldim. Har bir o'qituvchisi o'zining xonasiga bolalarni noan'anaviy tarzda dars o'tish usullarini o'ylab topishgan. Bu nimadan dalolat beradi? Qarang, 150 o'ringa bekorga 412 ta bola o'qiyotgani yo'q. Sababiki o'qituvchilarning yaxshi ta'lim berayotgani, rahbarning ishni to'g'ri tashkil qilganligi. Tufayli ota-onalar qiziquvchi istedodli bolalarni o'sha maktabga jalb qilgan. Men ko'p eshityapman, ko'p ko'raman, bu maktab juda katta natijalarga erishib kelyapti. Xalqaro respublika tanlovlar o'rnab kelyapti. Bundan tashqari tumanning bayramini shu maktabning ma'diy jamoasi o'tkazib berishini ham bilaman. Katta stadionlarda katta konsert berishini ham bilaman. Bu hammaning ham qo'ldan kelmaydi. Albatta rahbarning jonkuyarligi, tashabbuskorligi va jamoaning o'sha rahbarning izidan ergashish deb bilaman va o'zlaridagi bo'lgan san'atini xalqqa berishdagi yaxshi bir g'oya, iste'dod deb bilaman. Men o'zim nomidan, men Surxondaryo viloyati bolalar musiqa san'at maktabi direktor kengashi raisiman. Surxondaryodagi barcha bolalar musiqa san'at direktorlari, o'qituvchilari, ishchi xodimlari nomidan shu Qahramonjon Mo'minov boshchiligidagi jamoaga, shu maktabga minnatdorchilik bildiraman. Sababiki bizni mana yaxshi kutib olishdi. Har bir to'g'ri vaqtimiz qisqa edi. Qani edi? Biz niyat qilib qo'ydik bosh mutaxassisimiz bilan kelgusida o'sha har bir maktabimizdan 2 tadan 3 tadan o'qituvchi olib, o'qituvchilarni o'zining ko'zi bilan ko'rgani boshqachada. Bizni hozir olib borib berayotgan tushuntira olganimiz to'g'ri yetkazib bera olmasmiz. Balki yetkazib bersak, ular to'g'ri yetib bormas. Shuning uchun o'zlari ko'zi bilan ko'rib ketsa, buni ommalashtirsa yaxshi bo'lardi. Nafaqat bizni Surxondaryoga boshqa viloyatlar ham kelib, o'rganib, o'sha ommalashtirsa yaxshi bo'lardi bu yerda olib borgan ishlarni. Yana bir bor ishlaringizga omad, sog' bo'lingizlar. Yaxshilikda uchrashishni Alloh nasib etsin.